Assalomu alaykum butun planeta. Bugun musulmon birodarimiz Hamza Chimayev mag'lubiyatga uchradi. Men yana tushkunlikka tushib qoldim. Nimaga nohaqlik bunchalar kuchli? Nimaga? Hamza Chimayev 90% raundlarni o'z hisobiga yozgandi. Ozgincha muddat oldin xuddi shu narsa menda ham bo'lgandi. Nimaga nohaqlik bunchalar kuchli? Mag'lubiyat bir alam qilsa, nolli seriyangda mag'lubiyat siz ketayotgan nolli seriyani yo'qotish bir alamli. Nohaqlik bo'lgani bir alamli. Lekin musulmon yigiti hech qachon sinib qolmaydi. O'nqir-cho'nqir yo'llarda yiqilib, o'sha joylarni eslab qolib, tegishli xulosani chiqarib, yana yurishini davom etadi. Omad qushi qo'nib turganda yoningda paydo bo'lib qolgan ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi yaqinlar ba'zi bir mag'lubiyatga uchraganingda sirazi asl basharasini ko'rsatadi-da. Sirazigina. Hamza Chimayevda bu holat kuzatilmasin. Uni ko'pchilik musulmon ahli yaxshi ko'radi. Men ham yaxshi ko'raman. To'g'ri, ba'zi bir joyda juda ham qo'pollik qilar, ba'zi bir joyda juda ham xarakter ko'rsatadi. Lekin u hayotda haqiqiy o'rnak bo'ladigan inson. Xudo xolasa, meni ko'rish niyatim bor inshaalloh. Biza bitta yo'lda Hamza Chimayev sal oldimda, men ham harakat qilsam yetib boraman inshaalloh. Niyat qilganman, albatta erishaman. Ota-onam duo qilib tursa bo'ldi. O'zbekiston qo'llab-quvvatlab turinglar, xudo xolasa inshaalloh nima bo'lganda ham yigit kishining boshiga kulfat tushmasin, mag'lubiyat tushmasin. Men buni xohlamayman. Rostdan chin yurakdan. Xudo xolasa inshaalloh nohaqlik hech qachon bo'lmasin. Faqat chestni hayotda, chestni mujik bo'lib yashaylik. Sizlarni yaxshi ko'raman, xudo xolasa keyingi jangimizda Hamza Chimayev ham men ham chiroyligina g'alaba qilib sizlarni xursand qilamiz. Assalomu alaykum.